Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlarim. Bugun o'zimni Rossiya Federatsiyasiga borib ishlab turgan musofirlar haqida, Rossiya Federatsiyasidagi vaziyat bo'yicha, keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatib turgan o'sha holatlar bo'yicha o'zimni shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Ilgari men ham o'zim ham shaxsan bir 4-5 yil Rossiya Federatsiyasida Moskva, Sankt-Peterburg, Oryol shaharlarida bo'ldim. Har xil ishlar bilan tirikchilik sabab ishladik, halol mehnat qildik, pul topib shu O'zbekistonga jo'natdik. Bola chaqamiz, oilamiz shu mana keyin o'sha pullar evaziga O'zbekistonda tadbirkorliklar qildik. Kecha mana ijtimoiy tarmoqlarda kecha kuni 2025-yilda O'zbekistonga chet davlatlardan kirib kelgan pul miqdori maksimal darajaga ko'tarilganini ko'rdik, kuzatdik. 19 milliard dollar, AQSh dollari pul kirib ketdi chet eldan. Buni 15 milliardi Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelibdi, 4 milliardi shu boshqa chet davlatlardan kirib kelgan pullar. Bu endi qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, qanchalik tasdiqlangan bilmayman. Men asosini ko'rmadim, lekin ma'lumotlarni ko'rdik ijtimoiy tarmoqda. Haqiqatga yaqin bo'lsa kerak, chunki bizni aksariyat fuqarolarimiz, aholimiz shu Rossiya Federatsiyasiga borib ishlaydi. Lekin Rossiya Federatsiyasida yashab qolgan o'zbekistonlik fuqarolar juda kam. Juda kam foiz tashkil qiladi. Amerikaga borib, Angliya, Yevropa davlatlariga borib yo boshqa davlatlarga borib ozgina ishlab pul jo'natib turib, keyin o'sha yerda yashab qolish foizdan ko'ra ancha past Rossiya Federatsiyasida. Nimagaki Yevropa davlatlarida, Amerikadagidaqa sharoit Rossiya Federatsiyasida yo'q. Keyin borish ham qulay. Misol hech kimga viza yo taqiq yo boshqa narsalar bir Yevropa davlatlariga yo Amerika Qo'shma Shtatlariga boradigan darajada umuman qiyinchilik yo'qligi uchun asosan haligi mavsumiy ishlarga yo bo'lmasam borib ishlab kelish uchun biz O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga qulay. Endi hozir oxirgi yillardagi holatga baho bersam, men o'zimning shaxsiy fikrim, ilgari mana borganimizda ham umuman hujjat qilinmasdi. Aksariyat odamlarimiz propiskadan ham, ro'yxatdan ham o'tmasdi, migratsionniy bir haligi bu idoralardan ham ro'yxatdan o'tmasdan, to'lovlarni qilmasdan ishlagan holatlar ko'p bo'lgan. Hozir endi oxirgi vaqtda Rossiya Federatsiyasida urush bo'lib turganligi sabab ko'p mana terrorchilik harakatlari uyushtirilyapti. Har xil chet davlat fuqarolari tomonidan ko'rdik. Buni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, Tojikiston fuqarosi, boshqa davlatlar fuqarolari tomonidan ham shu aldanib, chet g'oyalarga berilib, ishonib, shunaqa bir ishlarga aralashib qolgan holatlarni ko'rdik. Bu juda achinarli holat. Shuning uchun ular ham oldin yo'l qo'yib bergan bo'lsa, hozir oxirgi vaqtda bu migratsiya tizimini tartibga solib, shu to'g'ri yurgin, qonuniy kelib ketgin deyapti, nazorat qilish uchun. Endi nazorat qilmasa ham bo'lmaydi. Urush bo'lib turgan davlat, uni to'g'ri tushunamiz. Lekin haligi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz, musofirlarga bo'lib turgan munosabatlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan yo bo'lmasam bir millatchilik nimasini qo'yishganda, endi hamma davlatda ham bor. Bu haligi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'pol muomala qilish bor. Endi imенно o'shanaqa joylarni qo'yishadi. Biz mana 4-5 yil yurgan bo'lsam, juda kam uchratdim millatchisini ham, ki huquqni muhofaza qiluvchi organlarni ham qo'pol muomala qilganlarni juda kam uchratdim. Men uchratmadim ham pashti. Odamni endi o'ziga bog'liq. Lekin mana borib kelib turgan yaqinlarimizdan so'rasak, vaziyat yaxshi deydi. Hali hindistonliklarni so'rasak, yo hindistonliklar umuman ko'chada ko'rinmaydi deydi. Keyin hujjatingiz to'g'ri bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q deydi. Endi bu Rossiya Federatsiyasida mana 15 milliard dollar kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu agar iqtisodiyotimizga qanchalik foyda, zarar, qanchalik o'rni bor rol o'ynaydi, buni mana yuqoridagi rahbarlarimiz, shuni hisob-kitob qiluvchi mas'ullar bilishadi.
bu Rossiya Federatsiyasida ishlab, halol ishlab, pul jo'natib turgan musofir yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz davlatimiz ravnaqi iqtisodiyotiga juda katta hissa qo'shyapti. Endi Xudo xolasa bundan keyin hech kim ularga chet elga chiqib, oilasidan, yaqinlaridan, bola chaqasidan uzoqda ishlashni xohlamaydi. Yuragi ezilib ketadi o'sha musofirdagilarda ham. Qani endi shu yerda sharoit bo'lsa, ish bo'lsa, munosib oylik ish haqi bo'lsa, shu yerda ishlasa, farzandlarning tarbiyasi bilan shug'ullansa yaxshi. Endi bizni davlatimiz shunaqa bir o'tish davrida rivojlanishimiz uchun shunaqa hamma harakat qilib, kerak bo'lsa chet davlatlarni, butun dunyoni zabt etishimiz kerak. Shunaqa Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Meni fikrim shu, ilgari hujjat qilinmasdi, endi hujjat talab qilinyapti. Lekin hech qanaqa muammo yo'q deyishyapti, lekin bor ekan haligi pastava qilib urushga jo'natish. Endi ularda ham vijdonsizlari bor. Qaysidir idoralarda mansabdorlari, davlat xizmatchilariga mana shuncha odam topib kelasan desa, ular shunaqa yo'l bilan jo'natishni ham o'zlariga ep ko'rib, shunaqa qilib turganlari ham eshitib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Shunga musofir vatandoshlarimizdan Rossiya Federatsiyasiga borganda juda ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Shu o'zimni oxirgi shu Rossiya Federatsiyasi bo'yicha shaxsiy fikrlarimni bildirdim. Rossiya Federatsiyasini bu Ukrainada bo'lib turgan urushini oqlamayman, qo'llab-quvvatlamayman. Endi biz ularni ichki ishlariga aralashib, yo men ularga fikr bildirib, shaxsiy anaqamni bildirishim jali nima deydi, muhim emas. Hozirgi vaziyatda endi majbur borib ishlab turgan vatandoshlarimizga o'zlarini ehtiyot qilishini so'rab qolaman. Salomat bo'linglar.